Akbar! Hozir. Ye, boqib ko'r-ku. Tinchlikmi? Tinchlik emasdi. Yaqinda rahmatli ayolingizni qabrga qo'ygandik. Bugun ertalab qabristondan o'tsam, ayolingizni mayiti qabr ustiga chiqib qopti. Menga qaragin, sen nima ishlar qilyapsan? Voy, adasi, shu ishlarni siz uchun qilaman. Ayollarning ishiga aralashmasingizchi. Bilganingni qil. Akbar, Voy, sekinroq. Bobur, ayolingiz nima ish qilib yurgani bilasizmi? Eshigim tagiga narsani sepib ketibdi. vahima qilmay qo'shni javunchalik emasdir. Mana o'g'lim ko'rib qopti-yu. Qo'shni, bu ish oxir voy bo'ladi. Ayolingiz tartibga solib qo'ying. Yor ketdi. Bu ishlarni oxiri voy bo'ladi deb aytgan edim. Ey kelin, shu qilgan ishlaringiz to'g'rimi? Xudoga xush kelmaydi-ku. Vaqtida aqlingizni yig'ib oling, kelin. Maya qarang, aql o'rgatmagancha bitta siz qoldingiz, xo'p? Borib go'rkovligingizni qiling. O'rgildim. Siz boravering, men orqangizdan sekin yetib olaman.